2025 yil 5 sentabr soat 19. Oh-ohda sevimli Tuda, kechir O'zbek serialining 70 qismi efirga chiqadi. Haqiqiy voqealarga asoslangan bu serial o'zining chuqur dramasi bilan tomoshabinlar qalbini zabt etmoqda. Ilyos yo'l Kamaz haydovchisi, Nasiba esa sadoqatli uy bekasi, ularning 2 farzandi bor. Sevgi bilan boshlangan nikohlari Ilyosning Hamida bilan turmush qurish qarori bilan buziladi. Nasiba bu xiyonatga chiday olmay fojiali yakun topadi va o'z kundaligida o'z dardlari va iztiroblarini qoldiradi. Serial inson taqdiridagi sevgi va xatolarni ajoyib tarzda ko'rsatadi. Ilyosning kelajagi nima bo'ladi? U qilgan ishlaridan pushaymonmi? Hamida bilan baxtli bo'la oladimi? Har bir qism hayot, kechirim va tanlov oqibatlari haqida o'ylantiradi. Kechir, bu shunchaki serial emas, balki inson ruhining ko'zgusi. O'tkazib yubormang, bu ko'rishga arziydi.